Yapon va koreyslar bitta kompaniyada uzoq ishlash bo'yicha dunyoda yetakchi o'rinlarni egallaydi. Misol uchun, yaponlarning aksariyat qismi bitta kompaniyada bir umr ishlaydi yoki koreys kompaniyalari LG, Samsung, Hyundai, Lotte bu kompaniyalarga kirish uchun 5-10 bosqichdan iborat tanlov imtihonlaridan o'tiladi va o'zini umrini shu kompaniyaga bag'ishlaydi. Men o'zim 12 yil LG va Samsung kompaniyalarida ishladim, rahbarlik qildim. Shunda juda ko'p rahbarlarning xatolarini ko'rdim. Ko'pchilik rahbarlar agar muammo bo'lsa, xodimni o'zgartirsam, muammo hal bo'ladi deb o'ylashadi. Lekin aksincha, ko'p holatda muammo xodimda emas, balki tizimni noto'g'riligida bo'ladi. Shuning uchun xodimni o'zgartirsa ham muammo yaxshilashmaydi. Aslida tizimni o'zgartirishga harakat qilish kerak bo'ladi. Yaxshi tizim bo'lsa, har qanday xodimni, o'rtacha xodimni rivojlantira oladi, o'stira oladi. Lekin yomon tizim bo'lsa, har qanday xodimni sindiradi. Shu sababli fikrimcha, rahbarlarning eng asosiy vazifasi xodim o'zgartirish emas, ular ishlashi, rivojlanishi, o'sishi uchun muhit yaratishdir. Agar sog'lom muhit bo'lsa, albatta u joyda rivojlanish bo'ladi. Siz eng uzoq bitta kompaniyada necha yil ishlay olgan bo'lardingiz? Izohlarda yozib qoldiring.